Do'stlar, mehnatni qadrlagan holda videoga like bosib, kanalga obuna qo'yish esdan chiqmasin. Salom, sen kimsan? Salom, men Veritiyman. Men bu dunyodagi sizning yordamchingizman. Mendan hamma savollarni so'rang, men sizga javob beraman. To'xta. Sen o'sha mashhur horror maxluq Veritiymisan? Senga o'zi bu dunyoda ishonib bo'ladimi o'zi? Ha, menga ishonsa bo'ladi. Siz menga ishoning, Joxa. Yo'q, sen mening ismimni qayerdan bilasan? Men hamma narsani bilaman dedim-ku sizga. Veriti, unda senga savol beraman. Javob bera olasanmi? Ha, men javob bera olaman. Menga istagan savolingizni bering. Veriti, unda senga savol. 5 × 5 necha? Shunday maqsad savol berasizmi, Joxa? 5 × 5 albatta 25 bo'ladi-da. Unda senga sal qiyinroq savol beraman. Minecraftda qanday qilib almos topsa bo'ladi? Bu savolingiz menga ham cho't emas. Almasni albatta yerga qazib ketsangiz o'zi almas chiqadi. Shunday maqsad savollar bo'ladimi? Sal qiyinroq savol bersangiz-chi. Bo'ldi, yetadi. Men senga ishondim. Sen haqiqatdan ham ko'p narsani bilar ekansan, lekin hammasini bilasan deb o'ylamayman. Senga savol berib o'tirmayman, men o'zimga kerakli asboblarni yasashim kerak. Birinchi navbatda biz nima yasaymiz? Veriti. Albatta siz kirib kelsangiz-da yer qazish uchun. Yerni qazish uchun sen kallang joydami? Men yerda qazib nima qilaman? Tosh kavlayman albatta. Nima farqi bor? Baribir pastga kovlaysiz-ku, Joxa. Tosh olish uchun pastga kovlayman. Shu taraf ham xalaqit berdi-da. Qazing qani pastga. Necha bo'lak qazikdan keyin tosh chiqadi, Veriti? Odatda 3-4 bo'lakdan keyin tosh chiqishi kerak, ammo sizda 4 bo'lakdan keyin chiqdi. Biroz tezroq tosh kovlanganda. Sizga gapiraman deb tilimni sepiyam chiqib ketdi. Joxa, sizga bir narsani aytishim kerak. Siz bu dunyoda yolg'iz emassiz. Ha, to'g'ri, men yolg'iz emasman. Men bilan sen borsan-ku. Yo'q, mendan tashqari ham bu yerda sizni kuzatyapti. Kim kuzatyapti, Veriti? Menga anig'ini ayt. U hozir keladi. U yaqinda, juda ham yaqinda. To'g'ri, men qandaydir ovozlarni eshityapman. Qandaydir qo'rqinchli ovoz, ya'ni musiqaga o'xshaydi. Veriti, menga anig'ini tushuntirib ayt. U stalker. U sizni ta'qib qilyapti. Tezroq qochish kerak bu yerdan. Ana keldi, juda ham yaqinda, oldimizda. Yo'q, Veriti, men qo'rqib ketyapman. Men nima qilay? Sizdan ko'p qo'rqib ketyapman, voy dad. U nima sababdan meni o'ldirmoqchi bo'lyapti? Veriti, stalker bu kim? Bu stalker mening olamimdan kelgan va u meni ta'qib qilyapti va siz meni himoya qilishingiz kerak, Joxa. Nima? Men seni himoya qilaman, o'zimning yuragim orqama tushib ketdi-ku, voy dad. Qanday qutulaman endi? U ketsa kerak balkim. Ungacha men tosh qazib kuchayib turaman. Tezroq uy qurmasam bu stalker meni o'ldiradi. Bo'ldi, men tashqariga chiqishga qaror qildim. Bu yerda bir umr o'tira olmayman-ku. Yo'q, Joxa, siz chiqmang, u sizni darrov o'ldiradi. Videoning ikkinchi qismi chiqishini istasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Nimaning ovozi ishlab, stalker, voy dad, qoch. Stalker keldi. To'g'ri, bu yerda ochang, stalker sizni o'ldirib qo'yadi. Menimcha stalkerdan qutuldim u. Yo'q, kelyapti. Qayig'imga o'tirib oldimi?